Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlarım. Hammanglarga samimiy salom, oliy ehtirom. Ham bugünkidek kunda qarindoshlarimizning ichida bir nechasi mushu Xitoy virusi bilan dunyodan ketdi. Vatanning ichida lagerlarda, turmalarda bu shu virusni davolamay bir-biriga yuqtirib, yana qanchalik qarindoshlarimiz o'lyapti. Qanchalik qarindoshlarimiz qiynashda o'lyapti. Qanchalik xalqimiz bizningki iç a'zolari setilib o'lyapti. Qanchalik xalqimiz Xitoy o'lkalariga so'rab, majburiy yoshlarimizni opirib, butun kasal taqovatga ya'ni oldiga qo'yib, yo'qotib o'lyapti. Bundan biz bexabar. Bütün dünya hazır Xitoy virusining qirg'inchiligiga duch keldi. Xitoy hukumati yolg'iz bizni qirg'in qilmadi. Bizning nolimiz, bizning chaqirishlarimiz, bizning ko'z yoshlarimiz hozir dunyoga o'rtoqlashdi. Ko'chalarimiz qop-quruq qolgandi. Bütün dunyoni Xitoy o'xshashli biz bilan o'xshashla ko'chalarini qop-quruq odammanmas qilyapti. Odamlarimiz untinsiz g'oyib bo'lib o'lgandi. Xitoy bütün dunyoni ana ashunda qo'yga tushirdi. Öylerimizning derizalaridan Uyg'ur xalqi talaga qarab chiqolmagandi. Bugun bütün dunyoni Xitoy uyga solab, derizdan talaga qarab, talmirib turadigan holatga tushirib qo'ydi. Xitoy atomdanmi yuqori o'q bilan bütün dunyoni xuddi Uyg'urni qirg'inchilik qilgandek genocide qirg'inchilik qilib bordi. Demek muşundaq vaqtida Amerika, Avrupa, bütün dünya hazır Xitoydan necha milyard pul to'lam olamiz. Sen bizga solgan ziyonlaring uchun mushu iqtisodiy ziyon va qirg'inchilik ziyonlar uchun sen to'lam to'laysan deb bütün dünya Xitoyni to'lam to'lashga qistovatmoqda. İş bundaq oson tugab ketmaydi. Bunun da tugab ketmaydi. Bu to'lam bundaq oddiy pul bilan tugab ketadigan to'lam emas. Endi biz şu dünyadaki davlatlar to'lam to'lasin deyotganda biz nima ish qilamiz? Biz bu Sharq Turkiston xuddi shu davlatlarga o'xshash Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Hindistonlardek bizmi davlat? Texnik mush asar ichida davlat qurgan. Bizni bular qonunsiz besib olgan. Oldida gomindan, oqida gongsandan o'xshash. Bizning davlatimiz albatta Xitoydan to'lam talab qilish kerak. Men buni hozir yozyapman. Qanday to'lam to'lash kerakligini. Umum tashkilotlarning shunga ovoz qo'shishini va imzo qo'yishini umid qilib chiqaman yaqinda. Bizmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga va dunyoga sunishimiz kerak bu to'lamni. U qanday to'lam? Bu to'lam Xitoy bizni shunda qirg'inchilik qildi. Bizga bergan va'dasi tutmadi. Tinchlik bilan boshqaraman. O'zingning milliy kimligingga o'zing ega bo'lasan. Tiling, diniy e'tiqoding, territoriyangda o'z taqdiringni o'zing belgilaysan. Sening birinchi raising o'zing bo'ladi. Bizning Xitoylar faqat berib, sening vataningda ishchi xizmatchi bo'lib, vataningda bir mazgil kullatnib, u bu bo'g'icha hamkorlashadi. Shuning uchun avtonomiya, o Şinjan Uyg'ur avtonomiyaga tinchlik bilan kelishimga kelganliginglar uchun deb bizning tinchlik kelishimga kelgan nati yuvosh otalarimiz, liderlarimizning o'zimi kelmagandi. Besim bilan ularni aeroplanda o'ltirib etib, oqidan boshqa efendimlarni o'zining odamlarini ochiqib kelishimga qo'l qo'ydirib, vatanimizni soxtapazlik bilan tortib olgan. Bu vatan bizning Xitoyning emas, u hisob emas. U bitim hisob emas. U yolg'onchilik bilan bizning liderlarimizni o'ltirib o'tib qildi. Bizning liderlarimiz beribitimiz degani yo'q. Tinchlik suhbati o'tkazamiz dedi. Xo'sh, biz shuning uchun bir davlatning egisi biz. Biz Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uriya, Uyg'uristonning
egisi biz. Biz şu devlet sübutimiz bilen biz mu Xitayni xalqaro sud ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldıda başka devletlerge o'xshash to'lam to'lashga chaqiriq qilishimiz kerak ve talab qilishimiz kerak. Birinchi Xitoy eng avval hozir qiladigan ishi barliq lagerdagi, turmadagi mahbuslarning hammasini jiddiy qo'yib o'tish kerak. Xitoy o'lkalariga kelganlarni hammasini vatanimizga qaytarib akilish kerak. Eng oldi bilan Xitoy hukumati darhol vatanimizdan chiqib ketadigan tayyorlikni qilib, vatanimizni ayni vaqtdagi o'zining va'dasi bo'yicha vatanimizdan chekinib chiqib, vatanimizni bizning qo'limizga topshirish, tinchlik bilan bizning qo'limizga topshirish kerak. Eng cho'ng to'lamning birinchisi davlatimizning qo'limizga qaytarib erishimiz kerak. Dünya mushu xalqaroninki to'lam talabining qatoriga Sharqiy Turkiston va Uyg'uristonni, Tibetni, Tayvanni, Mongoliyani, Shangangni o'zlariga qaytarib berishni dunyoning tinchligi uchun o'ttirg'a qo'yish kerak. Bo'libmi bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonni mushunda qaytarib berishni dunyoning o'ttirg'a qo'yishni, mushu to'lamning qatoriga kirgizishini men talab qilib bir narsa yozyapman. Biz ve bütün dünyadaki teşkilatlar imza koyup bunu xalqaroga topshiramiz, Amerikaga topshiramiz, Turkiyaga topshiramiz, xalqaro sudlarga topshiramiz, Birleşken Devletler Teşkilatı'na topshiramiz. Bununla barliq teşkilatlar ideya jihatdan tayyorlik ko'rib qo'yinglar. Bu to'lam Xitoy hukumati bizning necha trilliard hisoblab tugatkili bo'lmaydigan boyligimizni yo'qotib ketdi. Hesaplab tüyütüp boğulup olmaydıgan insanlarımızın, halkımızın, ballarımızın qirg'inchilik qilib ko'mbatdi. Atom sınıqını bizning devletimizde ep berib, nurg'un odamlarimizni rak kesal qilib, boyları kichikilab, burun 2 metr turadigan, 1 metr 80ni boyu paka deydigan bizning Sharq Turkistonning insonlarini, odamlarni hozir boylarını kichikleştirib, chiroylarini o'zgartirib, nurg'un ziyonkashliklarni bizga keltirdi. Bizni qaloqlashtirdi, tariximizni yo'qotdi, san'atimizni yo'qotdi, axloqimizni buzdi, xarakterimizni buzdi. Mushlarning hammasiga biz Xitoydan qildigan talablarimiz nihoyat ko'p. Lekin hozircha biz mushu Xitoy virusini o'zini, mush Xitoy virusi ustida ipiradigan to'lamga biz dunyoga bizningki vatanimizdan qaytarib berishni, Xitoyning mushu to'lamning qatoriga kirgizishni talab qilib bir narsa yezib chiqamiz. Buningga barliq tashkilotlar yezyapmiz hozir, qo'l qo'yishga tayyorlik qilinglar. Mushuni biz bu tinchlik bilan vatanimizni qo'lga olishning birinchi bosqichi qilamiz demoqchiman. Hamda gapim nihoyat oddiy bo'lib qoldi. Yezib chiqqan vaqtda chiroyli yezildi. Tashkilotlar buni anglab, o'ylanib fikrimni hammanglar birlikte qo'l qo'yib, mushu bana sebep bilen hammamiz vatanimizni qaytarib olish uchun birlikte imza qo'ydigan bugungi mush imza bizni birlashtirishi mumkin. Mushu vatanni qaytarib oladigan, mustaqil qiladigan mushu imza Uyg'urlarning mustaqillik yadroliq bir kuchini maydonga chiqishi mumkin. Mening atrofimda Uyg'ur xalqini, vatanimiz Sharqiy Turkiston va Uyg'uristonni mustaqil qilish uchun turayotgan yadroliq kuch va barliq ziyolilar va fidokorlar, o'lmalar va qahramonlar, tarixiy qahramonlarimiz, yoshlar, xonim qizlar, sizlarga rahmat. Men mushu mening atrofimda turib, mushundaq bir kuchni tayyorlayotganlar men bilan vatanni qaytarib olish uchun sap bo'lib atrofimda turayotgan qarindoshlarim, hammanglarning mayli burundan tatib mening atrofimda turayotgan, masalan, necha 10 odamlar bor, o'zinglar bilasizlar. Mayli Mamdi Binalar olsun, mayli Ümit Agay olsun, mayli Gulmira olsun, mayli Setim Türk olsun. Olmalarning ichida bor, hozir ismini oshkorlashni xohlamay, men bilan birlikda ish qilib tayyorlik qilayotganlar bor.
Aşı karındaşlarımız bilen billa biz mana bizningki oldi bilan maqolani Turkiyaning ziyolilari e'lon qildi. Bir yadroli o'qishdan chiqish kerak ekanligini birinchi qadamni ular bosdi. Aşı ziyolilarimizga biz chaqiriqqa ovoz qo'shamiz. Agar ular shu Olimjon Hidoyat va bizningki bu bolamizning ismini unutib qoldim. Balamızdan 5 keremlik balımız. Muşu ballarımızdaki ilan kılan ilanını ben okuğandıkken bək xoş oldum. Eğer aşla bir kuşunu tayarlay alsa biz onunla koşulumuz. Eğer bizge koşulsa biz koşuvalımız. Biz dünyadaki barlıq təşkilatlar bilen birlikte bu kıtım Şarkı Türkistan'ı müstakil kılıdığan, vatanımızdan kolumuzga qaytırıp ekilediğan siyasetini dünyaya belgilep meydana çıkımız. Çıkıştan burun bunu muşu imzanı biz tayarlayımız.